T30 yakka balonni tayyor tentlik pozitsiyasiga kimdir qiziqadigan bo'lsa, mana uslinlik qilib tayyorlab qo'yilgan tentligini ko'rishingiz mumkin. Assalomu alaykum Namanganchilar, obunachilarimiz. Namanganchilar avtosalonimizda shunara T30 yakka balonlarimiz savdoyimizda mavjud. Bemalol kimda kim benzinli, gazlik pozitsiyalar kerak bo'lsa kelaverasizlar. Mana yangi brendlarimizdan ham keldi. BAF M7 modelimizdan ham savdoda mana mavjud. 11 kishilik mestalar desangiz, 11 mestaligimiz ham bor. Yangi modelimiz. Bu bilan bardosh avtomobilimizdan ham bor. Svem G03 gibrid model u ham savdoda mavjud. Bemalol kelishingiz mumkin. T30 yakka balonni tayyor tentlik pozitsiyasiga kimdir qiziqadigan bo'lsa, mana uslinlik qilib tayyorlab qo'yilgan tentligini ko'rishingiz mumkin. Namangan shahar avtosalonimizda bundan ham mavjud. Ichlari fonda tentlari panorlarni qilingan, tagilarga rezinkalarni solingan.